Assalomu alaykum. Kuzatib boruvchi opa-singillarim, mana bitta sarpomiz tayyor bo'ldi. Bu mehmonxona uchun razmerga tikilgan ko'rpachalarimiz. Mana ko'rpachalarimizni qovoqlariga e'tibor beringlar, shaxmat qilib qavilgan. Mana astar tarafdagi tikilishlarini ham ko'rsatib o'taman. Mana paxtasi qalin solingan. 4 ta yostiqchalarimiz ichki qoplari qilib zamokka kiyitilgan. Mana 4 ta anjil yostiqlarimiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Lo'lachalarimiz ham mana zamoklik qilingan. Hozir men sizlarga mana yig'ma holatlarini ham ko'rsatib o'taman. Kimga shunaqa komplektlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Mana aziz opa-singillarim, yig'ma holatlarini ham ko'rishlaringiz mumkin. Bu ko'rpachalarimizni 5 tasi tayyori 250 tayyori. 3 tasi 2 metr to'liq. Chunki bichilishi, paxta ko'tarishlari ham hisobga olingan. Mana ko'rib baho beringlar. Astarlari ham o'ziga mos tushgan. Mana. Kimga shunaqa komplektlar kerak bo'lsa, telefon raqamimni videoning ostiga qoldiraman. Bemalol telefon qilishlaringiz mumkin.